Nega 10 mingtalik power bank telefoninglarni 2 marta to'ldirib bera olmaydi? Masalan, 17 Pro Max 4823 mAh. Power bank bo'ladigan bo'lsa 10 mAh. 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 martaga bemalol yetish kerak. Даже ortiqcha ham unda batareya qolishi kerak. Kelinglar hozir shu savollarga javob beramiz. Nega bu power bank yetmaydi? O'zi sizga qanaqa power bank tanlash kerak? Qanaqa power banklar bor? Sizni telefoningizga eng ma'qul tushadigan power bank qaysi birligini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, power bank haqida hamma savollarga javoblarni olasizlar. O'zi power bank xarid qilayotganimizda 10 mAh, 5 mAh, 3 mAh, 20 mAh yozib qo'ygan bo'ladi. Biz o'sha amperiga qarab xarid qilamiz. Biz o'ylaymizki 10 mAh bo'lsa, telefonim misol uchun 3 mAh bo'ladigan bo'lsa, uni 3 ga bo'lamiz. Demak 10 mAh, telefonim 3 mAh bo'lsa, 3 marta zaryad qilishga yetadi deb o'ylaymiz. Bu noto'g'ri. 10 mAh degani, masalan, bu power bankimiz, mana 10 mAhlik power bank. Power bankimizda 10 mAh degani bu power bank o'ziga qancha zaryad ola oladi degani. Ya'ni bu 10 mAhlik power bankimiz o'ziga 10 mAhlik zaryad sig'im ola oladi. Lekin bizni telefonimizni to'ldirishni boshlaganimizda power bank o'zidan 10 mAh zaryad chiqarib bera olmaydi. Chunki power bank ishlayotganda qiziydi. Qiziganda energiya oqatiladi. USB orqali to'ldiradigan bo'lsak, USB orqali to'ldirayotganda bu yerda energiya orada qolib ketadi. O'shaning uchun hech qachon 10 mAhlik power bank o'zidan 10 mAhlik zaryad bera olmaydi. Unda 10 mAhlik power bank qancha rostdan ham zaryad bera oladi. Har doim power bank xarid qilayotganingizda power bank orqa tomoniga qarang. Bu joylari korobkasida ham yozilgan bo'ladi. Masalan, bu yerda yozilgan 10 mAh 3.8 watt zaryad bera oladi. Rated capacity deb yozilgan, nominal qiymati qancha deb yozilgan. Bu yerda mana 6400 10 mAhlik bu Momex kompaniyasining power banki 6400 ampere realni bera oladi. Nega unaqa desanglar, power bank 10 mAh o'ziga sig'dira oladi, lekin bu zaryad berayotganda USB orqali, MagSafe orqali zaryad berayotganda power bank qiziydi, energiya yo'qoladi. USB orqali to'ldirayotganda ham energiya yo'qoladi. Shu joyga e'tibor berasizlar. Demak, 6400 amperni bo'lib ko'radigan bo'lsak, misol uchun 17 Pro Max misolida bu bir marta to'liq bunga zaryad qilib bera oladi va o'zida yana bir qismi power bankga yana bir qismi qoladi. Yana taxminan 30%, 35% yana telefoninglarni to'ldirib bera oladi. Endi masalan, mana shu 5 mAhlik power bank ko'raylik. Bu yoqda mana 5 mAh battery energy, ya'ni power bank o'zining sig'imi 5 mAh, rated capacity 3 mAh. Bu degani 5 mAhlik power bankni sizlar telefoningizga orqasiga MagSafe orqali zaryad qilganingizda, bu yana ham power bank qiziydi, issiqlik bo'ladi, bu yoqda energiya yana ham yo'qoladi. Bu 3 mAh ham bera olmaydi. U 2400 larga tushib qolishi mumkin. Agar siz USB orqali to'ldiradigan bo'lsangiz, energiya tezroq yetib boradi, power bank kamroq qiziydi va telefoningizga taxminan 3 mAh zaryad bera oladi. Bu degani sizda 17 Pro Max bo'lsa, bu bir marta ham sizni telefoningiz to'ldirib bera olmaydi. Taxminan 60%, 70% telefoningizni zaryad qilib bera oladi. O'zi siz nima uchun ishlatmoqchisiz? Masalan, sizda telefon, AirPods, MacBookingiz bo'ladigan bo'lsa, eng katta sig'im necha? MacBookda misol uchun 75 watt yoki 100 watt bo'ladi. Power bank xarid qilayotganda yana bitta e'tibor beradigan joyi, power bank necha watt zaryad bera oladi. O'zi korobkasiga qaraydigan bo'lsangiz, u yerda yozilgan bo'ladi. 10 watt, 20 watt, 30 watt, 100 wattgacha har xil power banklar bor. Bir xil odamlar shunaqa muammoni aytishadi, telefonni olishadi, power bankni zaryadga qo'yib, power bank zaryad berish o'rniga naborot telefonning zaryad kamayib ketyapti-yu deyshadi. Unda e'tibor berish kerak. Misol uchun 40 watt o'ziga zaryad oladigan telefonga ular 10 wattli yoki 5 wattli power bank tiqib qo'yishadi va uni ishlatishni boshlashadi. Power bankdan misol uchun 5 watt zaryad kelyapti, lekin power bank o'zi kattaroq narsaga kirishgan bo'lsa, telefonni o'zi misol uchun 10 watt zaryad yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. 5 watt bu yoqda raziyasi bor. O'shani u batareyasidan yo'qotaveradi, power bank zaryad berishga ulgurmaydi. O'sha tomonlarga e'tibor berasizlar. Misol uchun sizda iPhone 17 Pro Max telefon tutasiz. Sizga qanaqa power bank kerak? iPhone 17 Pro Max o'ziga 40 wattgacha zaryad ola oladi. Siz demak 40 wattgacha zaryad beradigan power bankni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, siz agar 20 wattli power bank ishlatadigan bo'lsangiz, u ancha sekinroq to'ldiradi. Siz 40 wattli yoki undan yuqori power bank oladigan bo'lsangiz,
o'sha telefoningizni ancha tez to'ldirib beradi. Lekin sizga kerak emas agar siz MacBook ishlatmasangiz yoki iPhone 17 dan boshqa qurilmalaringiz bo'lmasa, sizga kerak emas 70 vatli, 100 vatli power banklarni olish. Chunki 40 vatli misol uchun 10 ming amperli power bank bilan 100 vatli power bankning narxida anchagina farqi bo'ladi. Agar siz MacBook ham misol uchun ishlatadigan bo'lsangiz, MacBookingiz 100 vatli bo'ladigan bo'lsa, siz 100 vatli power bank oling. U power bankni siz bemalol iPhone'ingizda ham, AirPods'ingizda ham, MacBookingizda ham ishlataverasiz. 100 vatli power bankni 40 vatli iPhone'ga tiqsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol ishlataverasiz. Chunki iPhone'larning o'zining ichida mikrosxemasi bor. 40 vatli, misol uchun 100 vatli power bank tiqqaningiz bilan ham 40 vatdan yuqorisini o'zi telefon o'ziga qabul qilmaydi. Mikrochipi bor, o'zi uni kontrol qilib turadi. Bemalol siz uni ishlatsangiz bo'laveradi. Yo'mkistga ta'sir qiladimi? Yo'q. Yo'mkistga umuman ta'sir qilmaydi. Undan qo'rqmanglar. Yo'mkistga nima ta'sir qiladi? Kelinglar shuni ham aytib ketaman. Yo'mkistga agar siz telefoningizni zaryadkaga tiqsangiz, misol uchun menda hozir 14% zaryad bu yerda ko'rsatib turibdi. Zaryadkaga tiqdim, telefonim jirillab qoldi. Power bankdan uzdim, olib gaplashdim. Va yana ozginchadan keyin zaryadkaga tiqdim. Bu 20% gacha ko'tarildi. Yana telefonimda ishim bo'lib qoldi. Yana zaryadkadan uzdim-da, telefonimda ishlarimni qildim. Keyin yana tiqdim. Mana shu narsa telefoninglarni yo'mkistini tushirib yuboradi. To'g'ri zaryad qilish qanaqa bo'ladi? Zaryadkaga tiqdingiz, iloji boricha zaryadkaga tiqqaningizda telefonni ishlatmasligingiz kerak. Chunki xuddi ketmon bo'tdan choptirib ovqat yeganga o'xshaydi-da, u samarasiz bo'ladi. Ovqatlanayotganda ovqat yeyish kerak, ishlayotganda ish qilish kerak bo'ladi. Kelinglar endi power bank to'g'ri tanlashni sizlarga bitta tushuntirib beraman. Har doim power bank tanlayotganingizda brendli mahsulotni tanlashga harakat qilinglar. Masalan, bizning Cool 7 Case do'konlarimizda Anker, Momex, Pitaka, Aulumu, shunga o'xshagan brendlarni Macdodo kompaniyasining power bank ham bor. U ham juda ham sifatli. Mana shunaqa power banklarni kompaniyasi bor, tegida misol uchun 10 yildan beri ishlab kelayotgan, 20 yildan beri ishlab kelayotgan zavodlarning power bankini olishga harakat qilinglar. No name power banklar, ismi yo'q power banklar oladigan bo'lsanglar, unaqa zavodlar Xitoyda juda ham ko'p. Uni tekshirib ham o'tirishmaydi. Massiv ishlab chiqarib tashlashadi, uni sifatiga hech kim javob bermaydi. Kompaniyalarning power bankini oladigan bo'lsanglar, misol uchun Cool 7 Case dan ham siz agar nimadir xarid qilsangiz, 3 oygacha biz garantiya beramiz. 3 oy ichida qanaqadir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga ham kompaniya tomonidan shuni bemalol almashtirib ola olamiz. Buni kompaniya misol uchun power bank Momex kompaniyasiniki. Momex kompaniyasi bu power bank uchun javob beradi. Uni brendi, uni yuzi nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa almashtirib ham beradi. Muammo bo'lishidan oldin ham har bittasini bular tekshirib, nazorat ostida power banklar chiqadi. Yana bitta narsasi, power bank xarid qilayotganingizda hozirgi kunda power banklar juda ham ko'p funksiyalarni o'zining ichiga olyapti. Masalan, bu power bankimizda MagSafe bor. Agar siz MagSafesiz telefonga xarid qiladigan bo'lsangiz, ko'ring, sizga MagSafe o'zi kerakmi, kerak emasmi? Chunki MagSafeli power bank bilan MagSafesiz power bankning ham narxida katta farqi bor. Agar siz MagSafeni ishlatmaydigan bo'lsangiz, sizga MagSafeli power bank umuman kerak emas. Agar MagSafesiz bo'ladigan bo'lsa, power bank 2-3 barobar arzonroq bo'ladi. Undan keyin dizayniga e'tibor beramiz. Dizayni bilan ham katta farqlanib ketadi power banklar. Masalan, men power bankimiz orqasi original karbon fiber qilingan. Karbon fiber o'zi qimmat material hisoblanadi. Agar sizga misol uchun karbon dizayni kerak bo'lsa, chexolingizga moslab chiroyli mana karbonoviy qilib olsangiz bo'ladi. Agar karbon fiber shart bo'lmasa, buni ham olishingiz shart emas. Undan keyin amperlarga e'tibor beramiz va siz agar ko'p safarga chiqadigan bo'lsangiz, albatta e'tibor bering, qaysi davlatga ketyapsiz va samolyotda olib o'tish mumkinmi? Sotuvchidan so'raydigan bo'lsangiz, u sotuvchi sizga shu narsani ham tushuntirib beradi. Misol uchun siz Xitoy davlatiga uchasiz. Hozirda Xitoy davlatida yangi qonun bo'lgan, 3 ta C sertifikatini so'rashadi. Agar 3 ta C sertifikatini gravirovka qilib har bitta power bankka urilgan bo'ladi va korobkasining ustida ham bo'ladi. 3 ta C sertifikati agar sizning power bankingizda bo'lmasa, prosta tak power bankingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Ularga umuman qiziqtirmaydi siz originalmi, original emasmi power bankingiz. Masalan, shunaqa power banklar bor. Mana bizdagi bu hozir 3 ta turgan power bankimizda ham 3 ta C sertifikati bor. Lekin bizning do'konimizda ham 3 ta C sertifikati yo'q power banklar bor. Mana shu sertifikatiga nisbatan ham power bank narxi ozgina farq qilishi mumkin. Keyin yana power bank xarid qilayotganingizda e'tibor beringlar, power bankni o'zini komplektida simi chiqsin yoki mana bunaqa o'zida simi bo'lsin.
Bo'lmasam siz yana USB uchun ham ortiqcha pul ishlatishingiz mumkin. Bu original power banklarning simi ham original bo'ladi. Masalan, mana shu 10 ming amperlik Makdodo kompaniyasining power banki o'zida simi bor, 355 ming so'm turadi. Misol uchun siz 200 mingga bitta power bank oldingiz, yana qo'shimcha unga original sim olishingiz kerak. Simni o'zining narxi 235 ming yoki 195 ming, 150 ming atrofida turadi. U degani o'zi bu power bankdan ham sizni USB bilan power bankingiz qimmatlashib ketishi mumkin. Bunda bo'lsa ikkita o'zida USB'si bor. Bemalol ortiqcha USB sotib olishingiz hojati yo'q. Yana bitta e'tibor beradigan joyi, power bank xarid qilayotganingizda uni nechta porti bor, nechta porti borga qarab siz nechta gadjetingizni bir vaqtda zaryad qilishingiz mumkinligini ham bilib olsangiz bo'ladi. Masalan, bu power bankda orqasida MagSafe bor. MagSafe'da xohlasangiz telefonni, xohlasangiz AirPods zaryad qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bir vaqtda ikkita tagida porti bor. Type-C porti va bu yerda necha amper berishini ham yozib qo'ygan. Type-C porti orqali men xohlasam bu yoqqa iWatch'imni ham zaryadga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Xohlasam yana bitta gadjetimni, Samsung misol uchun boshqa telefonim bo'lsa, uni ham zaryad qilsam bo'ladi. Ya'ni bu Momex kompaniyasining 20 ming amperlik power bankida men xohlasam MacBook'imni zaryad qila olaman, xohlasam AirPods'imni bir vaqtda 3 ta qurilmani zaryad qilsam bo'ladi. Va bu yoqda mana indikatori ham bor. Indikatorida power bank'i o'zida qancha zaryad borligini men bemalol kontrol qilib tura olaman. Agar bu ma'lumotlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi bizning fikrlarimiz qolib ketdi, yana power bank'ni tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Bizdan ko'proq ma'lumotni bilsangiz yozib qoldiring, odamlarga manfaatli bo'ladi. Agar sizlarga sifatli original power bank'lar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying va Cool 7 Cases do'konlariga bemalol tashrif buyurib xarid qilishingiz mumkin. Hammalarni do'konlarimizda kutib qolamiz.